8-mart keldi. Onajoningizni qanday tabriklaysiz? Oddiy gul berish ham yaxshi, lekin jonli qo'ng'iroq orqali kutilmagan tabrik bu butun umr esda qoladi. Tasavvur qiling. Telefon jiringlaydi, jonli tabrik yangraydi. Onajoningizning ko'ziga quvonch yoshlari keladi. Bu lahzani siz ham yaqinlaringizga sovg'a qilishingiz mumkin. Onangiz, opangiz, ayolingiz, qizingiz, singlingiz va boshqa yaqinlaringiz uchun ozgacha tabrik tayyorlaymiz. Joylar soni cheklangan. Oldindan band qiling. Murojaat uchun 93lik 006 52 62 91lik 744 91 04 50lik 444 33 11 raqamlariga hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.